2023 yillik Cenva munbiri Kişilik hukuk ve demokratiya yuqori darajaliklar uchrashishi yig'ini 5 oyning 17 kuni Shvetsariyaning Cenva shahridagi Cenva xalqaro axborot markazi sarayida boshlangan. Yig'inga Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashi xodimlari, har qaysi davlatlarning Birleşken Devletler Teşkilatı'daki elçileri ishtirok qilgandan sirt, dunyoning har qaysi ellarida faoliyat elib berayotgan ko'plagan nopozliq kishilik huquq organlarining rahbarlari va vakillari bo'lib, yuzlagan kishi qatnashgan. Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi programma yetakchisi Zumratay Erkin ve Gollandiyadagi jazo lageri shohidi Qalbinur Sidiq qatorliq bir guruh vakillar qatnashgan. Mazkur yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Aysa apandi Uyg'ur kishilik huquq krizisi degan temada nutq so'zlab, Xitoyning Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yana bir qatim qattiq ayblagan. Her qaysi kishilik huquq tashkilotlari chorshanba kuni Fransiyada kiyim-kechak magnati Uniqlo va Inditex ustidan yangi arz sunganligini e'lon qilib, bu shirkatlarning Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy emgikidan foyda olganligini o'tirg'a qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha, arzda o'tirg'a qo'yilgan ayblashlar insoniyatga qarshi jinoyat, qulluq, irqiy qirg'inchilik va odam atkaschiligi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. İlginççe bu arz Avrupa'daki bir kısım kişilik hukuk teşkilatları, Avrupa Uyghur İnstitutu ve bir lager şahit tarafından tayyorlangan. Sharq Turkiston xalqiga har xil bahona, vositalar bilan irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy hukumatı, G'ulji diyorida keng tarqalgan Xanzo bozori nomli naqshini mo cheklagan. Xitoy hukumatı mazkur naqshini sazgur mazmundagi naqshlar qatoriga kirgizgan bo'lib, Facebookda oshkorlangan senda so'z qilgan kishi boshqalarga Xanzo bozori nomli naqshining sazgur mazmundagi naqshlar qatoriga kirgizilganligini, bu naqshini yon pullarda saqlab olganlar bo'lsa, darhol o'chirib o'tish kerakligini talab qilgan. Angliyaning sobiq bosh ministri Liz Truss Xitoyning siyosiy va iqtisodiy tahdidiga qarshi faqat Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengashi yoki Dunyo savdo tashkilotiga tayinishning mumkin emasligini, bu tahdidga taqobil turish uchun erkin davlatlarning iqtisodiy jihatdagi Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga ehtiyojli ekanligini aytdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres New York'taki Birleşken Devletler Teşkilatı binasida muxbirlarga yana 60 gün uzartilgan Qora dengiz ochliq tashabbusi haqida to'xtalib, men Birleşken Devletler Teşkilatı bilan Qora dengiz ochliq tashabbusi uchun moslashib xizmat qilgan Prezident Recep Tayyip Erdo'g'an va Turkiya hukumatining tirishchanligidan minnatdor dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı, Xalqaro Ko'chmanlar Teşkilatı Sudanda davomlashayotgan to'qinish sababidan 843 mingdan ortiq kishining uy makonlaridan ayrilganligini, 259 ming kishining qo'shni davlatlarga ketganligini xabar qildi.